أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taravih namazı kaç rakat okunur? Bazılar 8 rakat, bazılar 20 rakat okuyunuz deydiken. Cevap: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barlık hamdü sana Cenab-ı Allah'a bulsun. Şundaqla Peygamberimizge, ail tavabatlarga ve onunga ta ki kıyametçe ergeçkellerge durub salamlar olsun. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keçilik namazı toğırlık sorudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keçilik namaz 2 rakattin okundu. Eğer birangla bamdatning ötüp ketişidan korksa ahirda 1 rakat okuydu. Şunun bilan okugan namazı tak ahirlaşkan boladı dedi. Sahih-ul Bukhari 990 numaralı hadis. Bu hadiste keçideki namazının rakat sani bekitilmegen bolup, qancha rakat o'qishni kishining ixtiyoriga qo'ygan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatini eng to'g'ri tushungan sahoba va tabiinlardan tarkib topgan salaflarimiz, shundaqla mashhur imomlar taravih namozini vitr bilan qo'shib qancha rakat o'qishda o'xshash qarashda bo'lmagan. Bazılar 41 rakat ve bazılar 39 rakat ve bazılar 23 rakat ve bazılar 13 rakat. Yana bazılar 11 rakat okundu deb qaragan. Aldı bilan Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning qancha rakat o'qiganligiga qarab baqaylik. Abdurrahman radıyallahu anhu'nun oğlu Abu Salama rivayet kıldı ki o Aisha radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ramazan'daki keçilik namazı qandaqdı deb sorudu. Aisha mundaq dedi. Aisha radıyallahu anha mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da bolsun ve başka çağlarda bolsun 11 rakatdan ortiq o'qimaydi. Aldı bilan 4 rakat o'qiydi. Sen o namazning mukammalligi va uzunligidan so'ramayli qo'y. Ondan yana 4 rakat o'qiydi. Bu namazning mukammalligi va uzunligidan so'ramayli qo'y. Ondan bir oz xulutib 3 rakat o'qiydi. Men ya Rasululloh vitr o'qishdan ilgari uxlamla desam, u menga mening ko'zim yumilgan bilan qalbim uxlamaydi dedi. Sahihayndan Bukhari 3569 hadis, Muslim 738 hadis. İmam Bukhari sahihda Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin keçilik namazının qandaqligi va Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin keçida necha rakat namoz o'qiydiganligi to'g'risida degan babda mundaq rivoyat qilingan. Abu Hamza rivoyat qildi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin keçidagi namozi 13 rakat edi. Sahih Bukhari 1138 hadis.
Masruq rivoyat qilib mundoq deydi: "Man Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechilik namozi to'g'riliq so'rasam, u bomdodning 2 rakat sunnatidan boshqa 7, 9 va 11 rakat o'qiydi" dedi. Sahih Buxoriy 1139 hadis. Qosim ibn Muhammad rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha mundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechida 13 rakat o'qiydi. Buning ichida vitr bilan bomdodning 2 rakat sunnatimi bor. Sahih Buxoriy 1140-hadis. Endi Hazrati Umar radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhumalarning zamonida qancha rakat o'qilganligiga qarab boqaylik. Said ibn Yazid rivoyat qildi-ki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu zamonida jamoatni Ubay ibn Ka'b bilan Tamim ad-Dari ikkalanning imomligida 21 rakat o'qishga to'plagan. Ular 100 oyatdan o'qib tong atayga yaqin qaytdi. Musannifi Abdurrazzaq 4-tom 260-bet 7730 numurluq hadis. Ba'zilar rivoyat qildi 23 rakat deb kelgan bo'lib, bu vitrning oz ko'pligiga bog'liq. Bu rivoyatlar sahih isnod bilan kelgandir. Abdulaziz ibn Rifai rivoyat qildi-ki, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu zamonida Madinada jamoatga imom bo'lib 20 rakat o'qib, 3 rakat vitr o'qiydi. Musannifi ibn Abi Shayba 2-tom 163-bet 7684 numurluq hadis. Ali radhiyallohu anhu bir kishini Ramazonda jamoatga imom bo'lib 20 rakat o'qishga buyurgan. Musannifi ibn Abi Shayba 2-tom 163-bet 7681 numurluq hadis. Umar radhiyallohu anhu bilan sahobalar tarovihni 20 rakat o'qigan. Ular sunnatni eng yaxshi biladigan edi. Bu shu chog'dagi sahoba va tabiinlar tarafidan tarovihni 20 rakat o'qitib bo'ldiganligiga birlik kelgan ijmosidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 20 rakat o'qiganligining isbotlanganligi 20 rakat o'qisa bo'lmaydiganligini bildirmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 20 rakat o'qishni cheklamagan. Aksincha Rashid xalifaning sunnatiga agishishga buyurgan. Undaq bo'ladi ekan, 20 rakat o'qishmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zi bilan yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening sunnatimga va mendan keyingi to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan Rashidin xalifalarning sunnatiga agishinglar, uni ching tutinglar, qo'ldan bermanglar degan. Musnad Imom Ahmad 17184-hadis. Sunani Abi Davud 4607-hadis. Sunan Tirmizi 2676-hadis. Tirmizi bu hasan sahih hadis degan. İbnul Mulaqqanun ma sahih deb baholagan. Al-Badrul Munir 9-tom 5582-hadis. 582-hadis. İmam İbn Teymiye Şeyhül İslam İmam İbn Teymiye rahimahullah mundoq deydi: Ramazondagi tarovih namozimi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muayyan bir son bekitmagan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi Ramazonda bo'lsin va boshqa chaqlarda bo'lsin 13 rakatdan ortiq o'qimaydi. Lekin rakatni uzun so'zib o'qiydi.
Umar radhiyallohu anhu sahaba tabiinlarni Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning imomligida jamoat bo'lib namoz o'qishga yiqqanda u jamoat bilan 20 rakat o'qib, ondan 3 rakat vitr o'qigan. Rakat soni avvalqi uchun Qur'onni yengilroq o'qigan. Chunki bu jamoatga nisbatan bir rakatni uzun o'qigandan yengilroq tushadi. Undan keyin salaflardan bir qismi 40 rakat o'qib, 3 rakat vitr o'qigan. Yana ba'zilar 33 rakat o'qib, 3 rakat vitr o'qigan. Buning hammasi joiz. Ramazonda mushlarning qaysi birini tutib tarovih o'qisa yaxshi qilgan bo'ladi. Bularning ichida eng afzali namoz o'quvchilarning ahvoliga qarab bekitilishdir. Bir rakatda uzun turishga bardoshlik berolmaydiganlar bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi Ramazon bilan boshqa chaqlarda o'qigandek uzun rakat o'qib, oxirdan 3 rakat vitr o'qishi afzal. Agar jamoat undaq uzun turishga bardoshlik berolmaydigan bo'lsa, 20 rakat o'qish afzal. Bu ko'pincha musulmonlar amal qilib kelayotgan ish bo'lib, bu 10 bilan 40 ning o'rtasida o'tir haldir. 40 yoki undan ko'proq o'qisimi joiz bo'ladi. Bularning hech biri makruh bo'lmaydi. Imom Ahmad va boshqa imomlardek bir qancha imomlar buni aniq ifodalagandir. Kim Ramazondagi kechilik namozida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan muayyan bir son bekitilgan, bundan ortiq yoki kam qilib bo'lmaydi deb o'ylab qolsa, xato o'ylab qolgan bo'ladi. Majmuul Fatawa 22-tom 272. Demak, 20 rakat o'qish Hazrati Umar Ali va Ubay ibn Ka'b Tamim ad-Dari radhiyallohu anhuning muhojir va ansarlardan tarkib topgan sahaba va tabiinlar bilan birga o'qigan rakat sonidir. Buningga asosan bir rakatda uzun turib o'qsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qigandek vitr bilan 11 rakat o'qsa yaxshi. Uzun turishga bardoshlik berolmasa, sonni avtib 20 rakat qilib qisqaroq o'qisa bo'ladi. Buningda kamchilik bor. Har kishi o'zining g'ayrati, toqatiga qarab o'qisa bo'ladi. Diyorimizdagi masjidlarimizda, boshqa ko'plagan islom diyorlarida o'qigandek odatda 20 rakat o'qiladi. Har bir rakatga bir batdan o'qib, 20 rakatda bir pora 30 kunda Qur'on boshdan oxiri bir qism tamom bo'lgan bo'ladi. Bu intayin muvofiq normal miqdor. Bu o'qish yengil kelganlar uyda texmi ko'p o'qib olsa, ig'ir kelganlar bir qismini o'qib qaytib aram olsa bo'ladi. Lekin o'zaro talash tortish qilmaslik lozim. Vallohu a'lam. Qarindoshlar, men o'qish jarayonida ozroq tuqib qoldim. Sahlanlikni ig'ir olmaysizlar. Sizlar texmi yaxshi to'g'rilab, texmi yaxshi ovozlarga elchinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.